Çıpar kızlar. Bu filmni TV'rəsdə ündar süpsi gazırçı qeyb qollagan. G'aybat polgosining jima jansi gazır purchaq, Hasan Husanning cho'ng apsi Chipar qizchaq. Yaxshimizlar, mening ismim To'singul. Yah Almira. Hammalar meni Almira deb chaqirdi. Hamma qiz aynaytki o'zining dunyodagi eng go'zal qiz bo'lib qolishini orzu qiladi. Albatta, men shularning ichida biri. Aynaytki o'zimning dunyodagi eng chiroyli qiz bo'lib qolishini umid qilaman. Biroq Hey, qizcha. hozirgi jamiyatda bir tal telefonni hojatimizni chiqarishimiz zo'rlab, yana bir tal telefon tutilish obro'li qishlarning biri ekan. Men bu zamonga moslashib qoldim. Yashash rasul qiyin. Ba'zilar menim yo'q deb zarlansa, ba'zilar nemishqa ko'zdan non yeyman deb qo'shaydi. Voy. Tatola. Ay, telefonu bezip takışıp geldi. Benim yet plasım çıktı gitti o. Ay. Böyle. Yet plası kadar bir su ötmeydi bu. Hiç kınak olmaz. Uy. Leylep kalıyor bu. Benim telefonumdan ki gök kalmagan şöyle gibi kalmış. Kim bilsin bu sahtı telefonun leylep gidiyor ne? Hey, avval ertelik 100 liranı imtihanımga yaxshiroq bir tayyorlik qilaychi. Bugun men butkul dasmoyamni elib 100 liranı imtihon berish uchun keldim. Radlik kiyinib keling debdi. Men mush kiyimni angratish kerakligiga ishonaman. Let's go. Başliq menga tikilib qarab o'tirdi. Demak, o'choqqa mening chiroyimda qanchalik talant chiqishganligini his qila oladi. Shunday qanachada obraz diqqat qilish kerak. Apamay to'zini tushirib oltirib turamsan. Kinishkilar olib bormi? Bor? Mamining salaya kinishgan, mavu davolmish kinishgan, cho'pirda kinishgan, mayol yuvish kinishgan, mavu nupstepda yaqiliq kinishkisi. Hammasi shu. To'liqligi. Ukam sizdan bunda bir o'qish bitirish kinishkilaringiz yo'qmi? Bor, albatta bor. Mana. Dedim-ku, men-chi boshliq kinishkilarimga qoyil bo'lmay qolmaydi. Demak, ish bitdi. Boshliqning ishpasi boshqacha turdi-ya. Qo'shnining ko'nglini olay desang, etini sug'adi ekan. Men bu boshliqni sug'urib ko'nglini olaymi-ya? Boshliq, chapa tortyapsiz. Choy damladim. Yo'q, bo'lmag'iday. Eng muhimi innovat masalasi. Ayol kishi qo'lining chevarligi, ishchanligi bilan ayol atalgan. Boshliqqa men ishchanligimni bildirib qo'ysam bo'g'idek-da. Yo'q, men prinsipchan odam. Opam haqning narsasini qilmayman tutmang degan. O'g'il bo'lsang sho'q bo'l, bo'lmasa yo'q bo'l deb degan. Boshliqqa qarsam sho'qlikdan asarim yo'q. O'tiraverib ko'kirib ketibdi. Bir payda naqsh qo'yib bir ko'ngilni ochaymi? Yo'q, mening maydonim mustahkam, bayrog'im ro'shan. Bunday qilsam hargiz bo'lmaydi. Bu materialingizni ko'rdim. Siz shirkatga emas, shirkat sizga mos kelmaydigandek turdi. Amsa Chunki sizni men sal boshlang'ich maktabga mos kelammikan deb o'ylab qoldim. Boshlang'ich? Demak, men nihoyat sapoliq ko'rinibman-da. Onarxon, bu yerda nima ish qiladi? Ma'lashtiramsiz. Ma'qul. Rahmat sizga. Rahmat. Ma'qul. Siz bu restoran imtihon kelganmi? Ha, imtihon kelgan. Kelishga bir narsalaringiz bormi? Unutib qopdim shu. Ha, ishqisi yo'q. Ha, siz ketaversangiz bo'ldi. Bizning shirkat xizmat topqa o'xshaydi. Xizmatdan quruq qilib hayotlik ustida iznab olsam, mavu nadin keldi odamni qistab. Voy xudo,
Qaraş, aldın qıptımqı 100 lira imtihanını ötüpsə qara. Rasma 100 lira imtihanını ötüptüm ama. Linda teyzemi hazır piçet yazılıp qaray. Tabriklab qo'y qo'yib kelaylik. Ma'qul. Ha, ma'qul xo'sh. Tushundim. 100 lira imtihon qatnashish uchun cho'qim go'zal bir qo'rkim bo'lish kerak ekan. Bo'ldi. Mushin sitolay. 28104 yuan. Og'ziga kelgan ko'ribdi-ku bir nimalar. Dal o'zi. Bunog'imi amalim bor. Oylamagan yerden çaşqanğa jilvagan ishtonlarning ketonglik markalik ishdan bo'lib chiqishi qiziqda. Anlasam sen g'ajab, sen totlab aytgan ishtonlar hozir bek moda bo'libdi. Menikini boshqa qilibdi. Miki? Hey, men qara. Men qarsam donglik markalik buyumlarni, donglik qilg'ini yana shu markasi ekan. Faqat shu birla markani ishi qoldi. Menimcha bunga cho'qim amal chiqdi. Mening donglik markalik kiyimlarimning rostdan ko'p ishkanligini amdilatdan his qilyapman, jimo. Mushkulada meni shunchalik aqlli tug'ib qo'ygan opamga rahmat aytgim kelgan bo'lib qoldi. Mana bu shunday qilib bir qo'rdanglik markalik kiymam tutdik. Xalqaro ko'chalpanlar bika qolsin. Uzun o'tmay, men bu xalqaro sahnlarda o'rin olaman. Shu chalpanlar bilan choy o'ynab ketmasam toza. Nega borsam shu yerda paydo bo'lgan soljidak. Özünü sətti. Aslında istazat qızlardan buluş üçün bir qor modi kiyimdən başqa yana bir yürüş dağlıq qırım buyumları buluş gereken də. Əməliyyatda kolonnalı işləsək dağlıq markalı qırım buyumları uncha valda mı qimmat emas? Mana bitti. Men bu bir yürüyüşdanlık kırım boyumluq болып qaldım. Somkamni ichida tursa ko'rinmamdi nima? Yo'q, bunday bo'lsa bo'lmaydi. Boshqalar menga danliq markalik kırım boyumlarni baribir cho'q bilish kerak. Og'zini ichib qo'ysam, hammasi ko'rdi. Meni! Biz meni deb chaqiryapti.我手机没电了，能借一下你的电话吗？我打个电话。 Navada onunla asli telefonumni kesasan. 不会吧？你连智能手机都没有？装什么逼啊？ Ya, onu desem bo'lmagan. Agarda uning telefonim yo'q desam-chi. 不好意思，我没有手机。啊？不会吧？你连手机都没有？装什么逼呀？Ya, onu desem bo'lmagan. 哎呦，是这样的，我刚买的iPhone 7 Plus 跟美国的男朋友通电话，哦，突然特别没有素质的一个男人把我撞了，哎呦，然后呢，就我的手机摔坏了，但没有关系，我有的是钱，我重新可以买一个。哎，没有就完了嘛，装什么逼呀？哎，何必呢？哎，我时间多疼死了，哎呀！ 我
Ay bu hiyli qiymat daim tushimda ko'rgan bo'ldi shu. Ey qanaqlamay ajab jiddiylikka borma. Mayli qilib kelyapti-da. Çocuğun soku yutub qaldı mı? Allah çıkma. Pek sert oldu ya. Pek sert oldu mu? Tölepesem buldu ya bunu ya. Şuna çığlık kızan dersin tölepemse katık bulmaydı o. Ündarlığımız kaldırıp koyamsınız. Hep, ahadala chiqib tepa olamayman. Akadip olaydiga. Давай, давай. Va qancha pul? 3000 kavka. Nacho? Asıl 4000 kavka verin. Yetti bormi? Xullas. Qatl tekinini ko'ran olsa. Voy. Qancha pul? Endi 5000 kavka verin. Bu qimmatga. Qancha iPhone Plus kesa. Azara qilamo. Mana bir ko'rak. Bu chiqqan-ku. Xo'sh qadar padim buni yapta. Tushimdagi shahzodam bilan tunji uchrashgan bu ko'chani shuncha aylanib uning bilan uchrasholmadim. Tunaga setib olgan bu qota telefonning menga nima ahamiyati? O'g'lim ichra ko'z oldim ko'rinadi qarg'anda men uning haqiqatan oshiq oldimmi nima? Ham yerda uning siymasi. Uni rostda yaxshi ko'ra qolishimamdimi? Ekrandagi butun tarjima xatlarning hammasi shundan chiroyi. Hey, u juvoy nimakdan o'g'il tushimlik shahzodaning undidor nomerini o'g'irlikcha qochilib oldim. Biroq u men qachon gap qilar? O balma gap qildi. Ha, ben koyammışım bilan boshini bitaman. Yaxshimisiz? Men shu undidor so'z qildim. Bosim shu yuz chaplaqni tutib bir parcha rasm tushmagan bo'lsangiz, do'stlarcha birga chiqamoqchidim. Dunyodagi eng azobli ish xizmat topolmaslik, bir qo'r esil kiyimingiz bo'lmaslik, dangli qirim buyumlaringiz bo'lmaslik yoki esil telefoningiz bo'lmaslik emas, balki zo'r umidlar bilan qochilgan u yigitning undidor sodiqini topishchi. Assalomu alaykum. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Chipar qizlarga birinchi qismi mana oxirlashdi. Nurg'iyalar kulvatganini deyman. Ras, men ko'rab o'sha xalqlarning keyni ko'p tushib ketganini ko'rdim o'sha kulib. Nat yaxshi bo'ldi. Ikkinchi qismini biz patarda ishlaymiz. Shunga sizlar bizni qo'llab bersanlar bo'lmaydi-da. Shunga shu undidor supimiz bo'lgan chipar qizlarni qochilishini umid qilamiz. Mushu ikki undidor supisini qochib olmasanglar, balkim ikkinchi qismini tatmasligimiz mumkin. Muqarrar bu. O'sha pichoq bu chamdan so'rab namandingiz? Ha, ikkinchi qismini shu Dubayda surat qoldirganga deyishgan. Shu yerga berib tatib keldik mumkin deyman. Safar ustida danglar biz. Ashta qilinglarmi? Xo'sh. Qochilib bilinglar, qora va chipar qiz depadim ya mana. Karora mashina klubi, Visal saloni, Mikro saloni, Torza saloni, Ito saloni, Qashqar kino saloni, Yo'lovchilar saloni, Minxo saloni, Sirtan saloni, Istimal saloni, Epizod saloni, Muallim saloni, Xo'shxabar saloni, To'qsin saloni, Sadaqa saloni, Izdash tori, Nur tori, Karvan tori, Bashlan tori, Mirshab tori, Apandim tori, Kansay tori, Ali Qurbanning Ali Qurban saloni, Ablajon Avtayibning Ajifan saloni, Nijat Vali Yaqubning Jahannamlik saloni. Chipar qizlarni aloyiq qo'lga o'rinlarga rahmat aytamiz.